Xo'p, assalomu alaykum barchalarga obunachilar, tuzumsizlar, kunlar qanaqa o'tyapti? Salkam 40 kundan beri kanalimizga video joylanmagan ekan, chunki bir oylik o'qishim bor edi, shu sababli bemalol o'tirib vaqt topolmadim video qilishga. Xo'p, bugungi videomizni ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Bugungi videomizda biz bitta Piksaytdan pul yechib kursdamiz, to'g'ri kursdaman, pul yechib kursdaman u Piksayt haqida gaplashib o'tamiz. Nima uchun Piksaytda ishlash kerak, nima uchun uровень ko'tarib qo'yib ishlash kerak, shularni hammasini gapirib aytib o'tib ketaman. Xo'p, buning uchun bizga qanday brauzer kerak bo'ladi? Misol uchun, hamma telefonda bor. Chrome, ya'ni Chrome deb yozadi shu brauzer. Qaysi brauzerlar bizga kira olasizlar? Mana bu yoqqa poiskga yozamiz. Polpik. Mana sizlarga to'liq yozaman. Hozir men timat yozsam o'zi taxmin chiqaradi, chunki undan oldin ko'p yozganman buni. Sizlar ham 4-5 marta yozsanglar taxmin chiqaradigan bo'ladi. Polpik yo mana. Xo'p, mana kira olamiz o'shanga. Polpikga kira olsak, mana kiradi. Endi sizlar agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizlarda bunaqa chiqmaydi. Ro'yxatdan o'tish qiyin emas, to'g'rirog'i. Ism birorta bir ism taxallus yozasizlar, oltita raqam bo'lsa ham yana yaxshi. Misol uchun, isminglar Nursulton bo'lsa, Nursulton oldiga misol uchun tug'ilgan yilinglar yoki qanaqadir yoqtirgan raqaminglar shunaqa. Ikkinchisiga Gmail, ya'ni email yoki Gmail pochta yoziladi. Endi men O'zbekistonda yashagan tufayli ko'pchiligi Gmail orqali ro'yxatdan o'tadi. Gmail ya'ni telefoningizda bor bo'lgan Gmail yozinglar. Keyin 3 va 4-qatorga adashmasam parol o'ylab topiladi. 3 bilan 4 ga bir xil parol yozasizlar. Misol uchun parol qanaqa? Nursulton aytaylik, parolning ismini Nursulton deb qo'ymoqchisizlar. O'shanda qaysidir harf katta bo'lsin. Misol uchun boshlanishdagi n harfi, nsi katta, Nursulton, pastki bitta belgi qatnasin. Misol uchun pastki chiziqcha i qanaqadir yoqtirgan raqaminglar yoki tug'ilgan yilinglar shuni parolga yozasizlar, keyin kapchani bajarib ro'yxatdan o'tsizlar bo'ladi. Xullas, kim agar meni referalim bo'lsa, men shu odam uchun 100% nimani yoqib qo'yganman mana. Kim agar referalim bo'laman desa, referal kodga ro'yxatdan o'tayotganda Matic P, mana xuddi mana shu so'zni yozsanglar, referalni kod degan joyiga oxirgi qatorda bo'ladi. Meni referalim bo'lgan bo'lasizlar, ro'yxatdan o'tishni mana shuni kiritsanglar. Aslida referaling bo'lsa, senga mazza-ku, foyda olib kelib turamiz-ku desanglar, yo'q. Menga deyarli hech qanday foyda kelmaydi. Sizlar faqat oborot qilgan pulinglardan foyda keladi. Mana oborot qilgan pulinglardan 0.4% keladi. Bu hech qancha emas, bilinmay ketadi. Lekin mana commission share, ya'ni aytayapti mana faucet 50% of base price, ya'ni aytaylik sizlar kapchadan opchi bitta pol ishladinglar. Misol uchun kapchani ishlab bitta pol kriptovalyutasidan ishladinglar, menga shuni 0.5 ni sayt bonus qilib beradi. Zo'rku, misol uchun, Nursulton yaxshi ekan-ku. Yo'q, lekin men commission share, ya'ni o'sha o'zimga keladigan pulni 100% sizlarga yo'naltirib qo'yganman. 100% sizlarga yo'naltirib qo'yganman. Bu narsani bilgan bo'ladi. Mana gapimda turaman. Kim agar referalim bo'laman desa, men ro'yxatdan o'tishda aytdim. Birinchisiga ism, familiya, ikkinchi qatorga Gmail yoki o'sha elektron pochta, 3 bilan 4 ga parol o'ylab topasizlar. Misol uchun 3-qatorga ham o'sha parol, 4-qatorga ham o'sha parolni takrorlab yozasizlarda, keyin referal kod degan joyiga mana Matic P, mana shu narsani yozib qo'yishinglar kerak. Mana ehtiyot bo'linglar, M harfi katta harfda yozilgan bu yoqda. Xuddi shu narsani yozib ro'yxatdan o'tsanglar, mana referal bo'lgan hisoblanasizlar. O'shanda sizlar kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar desa ham bo'ladi. Agar kim ro'yxatdan o'tishlarda qiynalsa, tushunmasa biron joyda Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Telegramdan men qo'limdan kelguncha javob beraman, yordam beraman. Men Telegram username'imni aytib o'tib ketaman. O'zi kanalimni ham havolasini tashlab qo'yaman, kanal ssilkasini ham kommentariyaga yozib qoldiraman. Atak mana lichkaga yozaman desanglar, mana Nursulton, mana username ko'ra oldinglar, pastki chiziqcha 16, pastki chiziqcha 16. Mana shu yerga yozib, mana shu lichkamga yozsanglar, qo'limdan kelguncha javob berib yordam beraman. Xo'p, mana hozir qarasanglar, mana men referallarda 0.18, pashti 0.19 ishlaganman. Buni misol uchun qaysidir mana referallarim o'zi bor. Bular oxirgi marta qaranglar, 2024-yilda aktiv bo'lgan, bittasi 2025-yilda aktiv bo'lgan, lekin u ham 13 ta kapcha olgan. Men esa ularning orqasida buncha ko'p pul ishlay olmayman. Shuning uchun mana claimni bossak, mana balansimizga qo'shiladi hozir. 1.59 edi, 1.78 bo'ldi balansimiz. To'g'rirog'i, men nima qilganman? Bitta odamga referal bo'lganmanda, u bilan kelishdim. Menga dedim 100% cashback yoqasan mana, ya'ni men hozir sizlarga 100% mana commission share'ni yoqaman dedim-ku, xuddi ana shu 100% cashback deyiladi-da endi ruschasiga. Mana shuni yoqasan, keyin men senga referal bo'laman deganman. Bo'ldi, xo'p, kelishdik degan. Ammo sizlar boshqa kishi bilan kelishib o'tirmanglar, mana mendan
menga referal bo'lsanglar 100% cashbackni har doim yo'q qo'yaman. Misol uchun o'zim ishlayotgan kapchadan ishlayotgan pulim o'zimga yetarli, men va'da beraman, u 100% cashbackni umuman o'chirmayman. Xullas shunaqa bitta Polpikni hozirda narxi do'stlar mana $0.21 ekan. Bu juda arzonlab ketgan varianti bu. Bu vaqtida 15 sentga ham tushdi, 17 sentlar atrofiga ham tushdi. Hozir 21 sent bu ham katta pul emas. Chunki buni narxi bir paytlar 90 sent, $1 atrofida edi. Hozir misol uchun sizlar nima pul kirgizib Silver Goldga chiqaman desanglar, umuman pulinglarni qoplashingiz qiyin bo'ladi. Lekin nima uchun men Silver Goldga chiqishni maslahat beraman? Chunki buni bir kun emas bir kun narxi baribir sekin-sekin ko'tariladi, o'z maksimumini yangilaydi. Baribir misol uchun har qanday kriptovalyuta baribir bir kun emas bir kun maksimumini yangilaydi. Bu $1 dan narxi oshib ketishi mumkin. O'shanda sizlar hozir bu urovnelarni ko'tarib qo'ysanglar, sizlar demak kelajakda bir necha yildan yo balki bir necha oydan so'ng narxim aytaylik 80 sent $1 chiqsa, sizlar 4-5 marta foyda qilgan bo'lasizlar. Kim agar xohlovchilar bo'lsa, qiziqqanlar, uzoq muddatli investitsiyaga qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu saytda Silver Goldga chiqib ishlab borishinglar mumkin. Misol uchun Silverga chiqishga hech qancha pul ketmaydi. Hozir men sizlarga aytaman, Silverga qancha pul ketishini, ungacha videoni pauza qilib turay. Xo'p do'stlar, men hisob-kitob qildim. Silverga chiqish uchun hozir hisob-kitoblarni sizlarga keltirib beraman. Qaranglar. Silverga chiqish uchun 500 ta pol, ya'ni 500 ta Matic deymizmi, xullas oldingi ismi Matic Polygon bo'lgan, hozir polga o'zgargan. Xo'p, qaranglar. Bitta Polpik bilan ruletka o'yinida 32 ta riskovat qilmasdan оборот qilsanglar bo'ladi. Endi hisob-kitob qilamiz. Silverga chiqish uchun buni 32 ga bo'lamiz. Sizlarga 13,5 ta Polpik kerak bo'lar ekan Silverga chiqish uchun. Ya'ni yangi akkaunt ochgandan riski 13,5 ta pol tashlasanglar, sizlar Silverga chiqib olasizlar. Kelinglar buni hisob-kitob qilamiz. Qancha bo'ladi so'mda 13,5 ta pol. Kelinglar shuni 13,5 ta emas, 13,6 ta deymiz mana. Demak 37 ming so'm atrofida pul ketayotgan. Kelinglar ana 40 ming so'm deylik. Chunki misol uchun sizlarga pol tashab beradigan odam yoki sizlar aytaylik Binance yo boshimga o'xshagan kashliklarga so'mdagi pulinglarni dollarga o'tkazib mayt qilaman desanglar, baribir komissiyalar bilan kelinglarni 45 ming so'm pul ketayotgan. 37 ming emas, komissiya boshqalar bilan mana 45 ming so'm pul. Yo'qmi 45 ming so'm pulga sizlar nimaga chiqib olsanglar Goldga, ya'ni Silverga deganim. Buni olib qarasanglar, sal ko'proq pul bor odam, misol uchun kelajakka olib qo'ymoqchiman, investitsiya qilib kam-kam ishlab yuraman. Sizlarga shundan 10 barobar ko'proq ketadi. Ya'ni sizlarga 450 ming so'm atrofida pul ketadi. Undan ko'p ketib bormaydi. Goldga chiqaman desa 450 ming so'm pul ketadi. To'g'ri, misol uchun qoplanishi qiyin. Hozirgi narx juda arzon bo'lganligi sababli Goldga chiqqandan keyin ham qoplanishi qiyin bo'ladi buni. Lekin aytganimdek, hozir narxi juda ham tushib ketgan buni. Kelajakda hech bo'lmaganda 40 sent, 50 sentga chiqsa ham sizlar o'sha 2-2,5 barobar foyda qilgan bo'lasizlar. Ya'ni keyinchalik pulinglarni juda tez chiqarib olasizlar. Shundoq ham narxi yaxshigina bo'lib turgan kriptovalyutaga ega bo'lasizlar. Men hozircha o'zim vaqtida Silverga chiqqanman, to'g'risini aytaman, vaqtida buni narxi 70-80 sent paytmen pul kirgizganman. Lekin afsuslanmayman, chunki baribir aniq bilaman, bir kun emas bir kun narxi hech bo'lmasa bir 50 sentlarga chiqadi, bir necha oy balki bir necha yildan so'ng, buni Xudo biladi. Xullas, men uzoq muddatga investitsiya qilaman deganlar uchun mana shunda hech bo'lmasa 45 ming so'mga Silverga chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Kriptovalyutani qanday topamiz, bunaqa deysanglar, bir ishonchli odamlardan izlab ko'ringlar. Yoki aytgancha, menda ham Polpik bor, sizlarga arzon o'sha kurs narxida qilib beraman, qimmatga qilib bermayman. Xohlasanglar shu Pik saytdan ro'yxatdan o'tib pol tashlayman desanglar, menda ham bor. FaustPay ham yonimda. FaustPay ham yoni o'sha kichik summalarni saqlash uchun yaxshi hamyon, o'zim ham yoqtiraman. Pik saytlarida ishlash uchun ayniqsa qulay bu hamyon. Bu hamyonda kriptovalyutalarni saqlasanglar bo'ladi mana. Menda ham bor Polygon, pol, ya'ni 9 ta atrofida bor ekan. Bu hamyonda ham bemalol kriptovalyuta va boshqa kriptovalyutani saqlasanglar bo'ladi. Bitcoin ham, Ethereum ham, Tron ham saqlasa bo'lar ekan, dollar ham saqlasa bo'lar ekan, USDT, TRC20. Juda ham yaxshi hamyon. Bu hamyondagi pullarni bemalol Binance, Bitget, Payerdagi kriptovalyutalarga ham jo'natib bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi, muammo bo'lmaydi. Lekin ayrim kriptovalyutalarda sal komissiyasi balandroq. Misol uchun Tronda 5 Tron komissiyasi. Bunda esa dollarda adashmasam $1 mi, $2. Lekin Polygon, Ton coin bularda ancha pastroq komissiyasi. Ayniqsa Ton bilan
Polygon, ayrim bir ikkita kriptovalyutalar bor, komissiyasi kamroq. Xullas, kriptovalyuta saqlash uchun ham yaxshiroq hamyon. Kelinglar biza bugun o'sha saytimizda yig'ilib qolgan pol, ya'ni o'sha poligonlarimizni chiqarib ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun deposit withdrawal. Xo'p, bu yoqdan polni topamiz, polygon. Bu yerdan depozitga bosamiz. Xo'p, bu yoqdan mana depozit adresimizni nusxalab olamiz. Mana bu bosib nusxaladik. Endi Polpik saytimizga o'tib olamiz. Pul chiqarish uchun. Xo'p, mana kirdik. Endi bu 3 ta chiziqchaga bosib withdrawal ga bosamiz, ya'ni pul chiqarish. Qaranglar, agar sayt inglizcha, sizlar o'zbekcha qilmoqchi bo'lsa, language degan joy bor. Mana shu yerdan tillarni o'zbekcha qolsalar ham bo'ladi. Mana o'zbek tilini ham qo'shishgan bu saytga. Mana polni o'zbekcha bo'ldi. Yechish manzili, yechish miqdori mana. Yechish adresimizni yozamiz. Ya'ni bu kopirovat qilgan adresimizni bu yoqda yechish miqdoriga hammasini belgilaymiz. 1.78 ta atrofida ekan. Komissiya, e'tibor beringlar, bu juda ham yaxshi sayt ekan. Mana komissiyasi 0 Polpik ekan. Ya'ni hech qancha komissiyasi 0 ga teng ekan. Ortiqcha to'lov olib qolinmaydi. Bo'ldi, yechishga bosamiz. Xo'p, mana qarang. Yechish so'rovingiz qayta ishlamoqda. Ya'ni endi kutamiz degani. Lekin sizlar birinchi marta, ikkinchi marta pul yechishinglardan oldin sizlarni Gmaillarga kod kelishi kerak. Kod kelmaydi, to'g'rirog'i Gmaillarga xabar keladi. O'sha xabarda siz to'lov qilmoqchimisiz degan joyiga hani bosasiz. Ya'ni o'sha ingliz tilidan kelishi mumkin. O'shanda sal ehtiyot bo'lasizlar. Xullas, rozilik bildirganingizdan keyin pul yechishga qo'yiladi. Buning uchun nima qilamiz deysizlar, mana 3 ta nuqtaga bosib turib sozlamalarga o'tamiz. Sozlamalarga o'tgandan keyin mana bu yoqda emailni tasdiqlash yoki sizlarda birinchi marta ingliz tilida bo'lsa verify email turadi. O'sha yoqqa bitta bosasizlarda, o'sha sizlar ro'yxatdan o'tishga kirgizgan emailinglarga bildirishnoma keladi, rozilik bildirasizmi, o'sha emailni tasdiqlaysizmi deydi. O'shanda tasdiqlab qo'yishinglar kerak. O'shandan keyin mana emailinglar tasdiqlanadi. Pul chiqarishdan oldin misol so'raydi, rostdan pul chiqarishga qo'yasanmi deb emaillarga xabar keladi, rozilik bildirasizlar o'sha emaillarga. Bu juda ham yaxshi narsa. Ya'ni firibgarlarning qo'liga akkauntlar tushib qolsa ham pul chiqara olmaydi, o'ziga pullarni chiqarib ola olmaydi. Shunisi yaxshi, saytga shu narsani qo'yishgan. Faqat ehtiyot bo'linglar, keyin o'sha bog'lab qo'ygan emailinglar o'zinglarniki bo'lsin-da, o'sha emailni yo'qotib qo'ymanglar. Keyinchalik bo'lmasa pul chiqarishda muammolar yuzaga keladi anchagina. Pulinglarni chiqara olmay qolishinglar mumkin. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Tezroq tushuntirib ketishga harakat qildim. Oldinlari 20 minutlab bo'laydi shunaqa videolarim. Bu safar tezroq tushuntirishga harakat qildim. Agar kimdadir savollar bo'lsa, tushunmaydigan joylari bo'lsa, bir kommentariyaga yozinglar. Yo agar batafsil tushuntiraman, menga bir tushuntirib ber, nima qilish kerak, nima qilish kerak desanglar, mana lichkamga yozsanglar bo'ladi. Mana shu username-ni postga bersanglar, men chiqib kelaman. Mana profildagi rasmim, ismim shunaqa. Yozsanglar, qo'ldan kelguncha yordam beraman. YouTube kanalimizga agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Chunki faqatgina o'sha faktlar bilan gapirib chiqadigan kanal egalaridan biriman. Juda ko'p blogerlar bor. Pul to'lasa ham to'lamaydigan skam, moliyaviy piramida saytlarni chiqaraveradi o'zlarining foydasi uchun. To'lash aniq bo'lmagan saytlarni ham chiqaraveradi. U haqida o'rganmasdan, men esa nima qilaman? Pul kirgizaman, uni tekshiraman. Undan o'sha sayt haqida, programma haqida ma'lumotlar izlanaman. Pul chiqarganimdan keyin mana sizlarga video qilib ko'rsataman. Aytgancha pul chiqarishga qo'ydim. Tekshiramiz hozir. Mana pul yechishga bosamiz. Qani to'lab beribdimi yo'qmi? Mana shu yerdan bilsa bo'ladi mana. Bajarildi deyapti. Mana 1.8 bajarildi. To'landi deyapti. Endi FastPay ga o'tamiz. FastPay hamyoniga. Aytgancha FastPay hamyoniga hali kimdir ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bemalol YouTube'larda ko'rib olishinglar mumkin. FastPay hamyondan ro'yxatdan o'tish deb YouTube'ga yozsanglar, juda ko'p videolar bor. O'shalardan bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Uncha qiyin emas. Bir nari borsa 10 daqiqalik ishda sekin bajaraman deysizlar. Xo'p, mana qaranglar, 9 tadan sal ko'proq polimiz bor edi. Mana ko'paygan 10.85 ta. Ish so'ralarini ham ko'rsataman. Ish so'ra ko'rsatmayapti, sal kechroq ko'rsatsa kerak edi menimcha. Xullas do'stlar, to'langan bemalol pollarimiz muammo bo'lmaydi. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, videoni orqaga qaytarib tekshiringlar. 9 tadan sal ko'proq polimiz bor edi, poligonimiz. Mana o'zgargan 10.85 ta bo'lgan. Xo'p, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar kimdir qiziqsa, mana shu Telegram yana
Telegramda YouTube kanalimizga boshqa videolarni ham ko'rishingiz mumkin. Ancha foydali boshqa pik saytlar haqida mana Payerdan pul chiqara olmay yurganlar bo'lsa, ishonchli bot haqida ham ma'lumot berib o'tib ketganman. Xullas, bemalol qiziqman shu yerdan videolarni tomosha qilib, boshqa saytlarni ham o'rganib olishingiz mumkin. Aytgancha, o'sha aytganimdek FaustPay hamyoniga kim qiziqsa, bemalol YouTube'larga kirib FaustPay hamyondan ro'yxatdan o'tish deb yozsanglar, juda ham ko'p videolar chiqadi. O'shalardan bemalol o'rganib olasizlar. Uncha qiyin emas. Xo'p do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Sayt manzilini ham o'sha kommentariyada qoldiraman. Telegram kanalimizni ham kommentariyada qoldiraman. Aytganimdek, lichkamni ko'rsatib o'tib ketdim 2-3 martalab. Qiziqqan savolinglar bo'lsa, lichkamga ham yozsanglar bo'ladi.